Hammaga salom, mana sizlar bugun tilasa qiroli. Hozir bizga tilasa yaxshi natijalar bermoqda. İspaniyalik futbolchilar Fransiyalik, Argentinalik Yamal, Rodri, Pogba, Martinez, Fernandes, Cucurella, Kubarsi, Pavard degan futbolchilar kelgan. Shu futbolchilarni olish uchun mana bu yerda 371 ta olmos ko'rsatilgan. Hozir bir marta mana Sabitya yutilgan, lekin Pedri tushdi, sotib oldik, akkaunt kuchaytirdik. Normal aktiv bo'lmayapti-da, video olishga normal aktiv bo'lmayapti. Mana Vilnius Ispaniya jahon chempionati yutgandan keyin Vilnius full bo'lgan. Men Vilniusni olgandim. 6 ta 100 holati chiqqan. Qarotda o'ynayapti hozirda. Mana bu Gabriel ham full bo'lishiga ozgina qolgan. Buni ham Rudiger tushiramiz. Carvajal turaversin. Demak, hozir biz onlayn o'ynaymiz. Mana bu futbolchini hozir bloklab qo'ysam ekan deyapman-da. 1.690.000 sariqlardan eng kami 1.690.000 da. Kuchaytiramiz sotib. Mayli bloklab qo'yaylik. Yo'q, hozir to'xtanglar-da, bundan yaxshi pul bermay pul yig'ishimiz kerak biz. Bunaqasiga bosamiz. Tarkib 4 ta futbolchidan tashqari qolganlar hammasi 90 dan baland, 90 yoki undan balandlari. Heyecan verici bir hücumla sağlam bir savunmayı birleştiren ve yaygın bir diziliş olan 4-1-2-3 dizilişini seçtiler. Bu iyi bir Hakimi dizilişi. Valverde tepten olib qo'ydi. Williamsga pas, Williams zarba va super gol. Williams Junior, Nico Williams Junior. Kylian Mbappe'dan pas. Nerealni gol bo'ldi lekin 21 metrdan 69 zarba bilan gol. Geriye doğru oynadılar. Birinchi golimiz Meluber. Mbappe topu aldı önüne. Kylian'dan zarba va xato zarba. Gabriel Kylian'ga pas beradi. Kylian Williams'ga. Williams pas etmaydi. Tehlikeyi seziyor ve topu uzaklaştırıyor. Araq komandadan deb chiqib ketmoqda o'tga. Aldı topu. Hakimi shoshilmayapti va Rodrigo şimdi. Fede Valverde'dan zarba. Oşamadi. Butlandmi? O'rtasi. Hakimi pas. Savunma oyuncusu topu geri kazandı ve şimdi atağa çıkmaya çalışıyorlar. Kısa taç atışı izledik. Rodrigo'dan pas va Kylian zarba gol. Uzatmadan yaptı vuruşunu. 12. raqam yo'qolib ketyapti nimagadir. Kim o'nda o'ynayapti? Men tushunmayapman. Rodrigo u yerda o'yinga o'ynayotgan futbolchi yo'q-ku. Hakem tekrar maçı başlattı. Jude Bellingham Mükemmel bir iş çıkardı. pressing qilib tepni olib qo'ydi va qarshi hujum. Jude zarba va super gol 3-0. Jude Bellingham. Sardor. Oyuncular kutlamalarını bitirdiler ve maç yeniden başladı. Yana Jude Bellingham. Va Kylian'ga pas. Kylian İyi savunma. pressing qilib olib qo'ymoqda va atak bilan birga bir chiqib ketmoqda va gol. Harika bir iş çıkardı. Bu gol onun maçtaki ikinci golü oldu. Williams, Rodrigo, Takım arkadaşını buldu. Van Dijk kurashyapti. Birinchi tepga yetib keldi. Takım içi anlaşma Kylian mükemmel seviyede. ochishni kutyapti va Rodrigoga pas. Rodrigo şimdi. Rodrigo kalaga tashlab beradi, tepadan pas. Va yana bir zarbaga berishmadi Fede Valverde'ga. Van Dijk'dan patkat. Kimni yiqitishgan edi? Savunma
zaman zaman büyük Ya, soru patladı işaretleri yarattı. yıkılgan ekan. Devre arasında Hozir reklama ko'rib olaylik desam, reklama direktörün oz sesinin ekan. yükseldiğini tahmin edebiliyorum. Nico Williams Nico Williams Jude Bellinghamga topla koşmayı seviyor. gol ura oladimi? Bu zarba tegib qaytyapti. Pas ko'tardi va Yetenek Kylian pas yolladı. Hakimi bu ham Yardımcı yorib kiryapti. antrenörden bir Zarba değişiklik va İsabetsiz bir şut oldu. yaxshi zarba bo'ldi. Faqat noaniq sal. İşte şimdi savunma girdi araya. Hakimi patka o'xshamaydi. İyi pas attı. Williams Papedan zarba va Adland muhteşem bir kurtarış yaptı. va taban Ceza sahasına kesti. va pas zarba İsabetsiz bir kafa mani vuruşu oldu. Rakiplerine daha fazla gol Butland. atabilmek için baskı yapmaya devam ediyorlar. Rodrigo Purisingda to'pni olib Müdahale geldi. qo'ydi va Rodrigo o'zi gol uradimi? Uradi. Takımının 0-5. Rodrigo emas, Dembele bu. Dembele almashtirgan ekan va Rodrigoning o'rniga uzr texnik xato. Vardani qo'llarini tagida o'tib ketib qolibdi deb. İyi paslaşıyorlar. Endi menga bu kerak emas. Hozir 5-0 ga normal pul beradi. Bizni bilasizlar, maqsadimiz pul yig'ish. 5-0 dan ko'p gol urib olsam normal pul bermaydi. 305 mingga berib qo'yadi. Shuning uchun paslashamiz endi vaqt o'tkazish uchun. Oyunun kontrolü tamamen onlarda. To'p maydonda o'ynalsa vaqt tez o'tadi. Topu ayaklarında tutmak istiyorlar. Paslashamiz, to'g'riga paslashamiz. Boshli texnik xatolar yuraverishi mumkin va Alisson Becker qutqarmoqda. Takım çok rahat şekilde Alisson topu bilan rakibi. paslashamiz va yana xato bo'lishi mumkin edi. Pas, faqat pas, sahipken çok pas, rahatlar. pas. Faqat paslashamiz, faqat va faqat. Pas, Oyunu çok rahat kontrol ediyorlar. pas. Только pas va texnik xato bo'lishi mumkin edi hozir bu yerda. Oyunun kontrolü tamamen onlarda. Pas. Topu ayaklarında Va tutmak istiyorlar. zarbaga hop. Uji qarshi hujumda, uji qarshi hujum. Agar Williams yuta olsa, yuta olmadi to'pni. Uzatma Fakat- dakikalarına giriyoruz. O'xshamagan patga dedi u. Mükemmel bir iş Carvajal çıkardı. qutqaryapti. Va yana qarshi hujumda raqib komanda va dard yaptı. Ya Carvajal'ga qizil berdi. Ne kadar Voy gereksiz bir xo'rag'lar. müdahale. Takım rahat rahat gidiyordu. Ama o Demak, kırmızıyı ikkinchi gördü. qavatda kurash Maç bitti. Oynanan va futbol bitta harikaydı qizil ve oxirida bu kerak takım emas, için lekin rahat mayli. bir galibiyet oldu. Ko'ramiz. Hozir biz video ko'rib chiqaylik ungacha. Pauza qilib turamiz. Mana reklamani ham ko'rib oldik. Bir normal pul bermadi короче bizga. Endi berganiga shukr qilib olaveramiz. Bu yerdan yaxshi 150 ming pul. Bu yerdan Carvajal qizilganligi aniq edi. Jonlar o'lib qolyapti. Dekoratsiya bilan Gakpo 300 ming bo'lib ketdi shu pul. Короче, sizlardan bir narsani talab qilaman. Shu prosmotr normalni bo'lyapti, lekin like bosilmayapti-da shu. Uchinchi o'yinga ketdim. Короче, like normal bo'lmayapti. Eng ko'p like'im 7 ta bo'lyapti. Iltimos sizlardan like bosib, podдержка qilinglar. Prosmotr normalni 500 talarga chiqyapti. Shu like bosib, bir podдержка qilinglar. Like ko'proq bosaylik. Kommentga yana kim men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyaga hozir bu kommentariyasiga qanday yozishsa bo'ladi. Instagram o'zimnikimni yozib qoldiraman. Kim birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, men Instagram avatarkada ishlama yo'q. Shunchaki bir odam turibdi, o'z holatida, rasmi yo'q. Videoni opisiyaniyasida Instagramnikimni yozib qoldiraman. Kim men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, Instagramnikimga lichkaga yozsin.
Birga bir o'ynaymiz. Go! Davay, poddashga like. Kutaman. Hammaga xayr.